Hurmatli do'stlar, mana xudo xolasa passajirlarni ham chiroyli qilib o'tkazib oldik. Hammasi yaxshimi? Ishonchli ekan. Vatandoshlarga ayting, keluvsin, dokument yo'qlar o'tkazib ekan. Hamma narsa chotki ekan. Mana o'tkazib berdik. Shuhrat aka degani bor, bevatan. Kelolmaydi shu. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Aka servis xodimlariga. Xizmatimiz Shuhrat aka ko'rdingizmi? Sizni so'kib ketyapti. Bo'ldi. Hurmatli do'stlar, mana Urganch yo'nalishi bo'yicha og'alarimiz, opalarimiz chiroyli qilib o'tkazyapmiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Aka servis xodimlariga. Xizmatimiz. Hammasi joyida. Bering aka, hammasiga pasport, migratsion tayyorlash. Hurmatli do'stlar, xudo xolasa Sankt-Peterburg, Toshkent yo'nalishi bo'yicha ham usta passajirimizda amalladik aka. Hammasi yaxshimi? Mana akamiz ham. Oq yo'l sizlarga yaxshi aytib olinglar, bemalol murojaat qilaverasiz. Xolasa tamojnada mana tamojni shu yerdan kuzatib yuboramiz. Hammasi joy-joyida bo'lib, bemalol murojaat qilaverasizlar. Aviatsiya servisi xodimlari xizmatdamiz. Faqat nomerlarimiz orqali bog'langan holda bilet xarid qilingizlar. Nomerlarimiz bog'langan holda keladi. Hurmatli do'stlar, mana passajirlarimiz xudo xolasa Sankt-Peterburg, Toshkent yo'nalishi bo'yicha obunachilarimiz chiroyli qilib o'tkazdik. Hammasi yaxshi bo'ldi. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Aka, oq yo'l. Mana Zelonni koridor 2. Shu yerdan kirib, shu yoqda kutib o'tiraverasizlar. Ha, mayli. Sog' bo'linglar, mayli, sog'.